وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala müşakkagen bütün kırındaşlardan razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala müşakkagen hemmeylerini yaxşı ilim bilen paydalanıp mussorundan ayrılışqa nisip qilsin. Mussorunda jo'g'ilgandek kıyamet günü cennette hemmimizni birga jo'g'ilishqa nisip qilsin. Yuqorida ustozlar to'xtalgan sadoqat, samimiylik degan mavzu to'xtaldi. Undan keyin zulüm qarşı turuşunun ne kadar zor ehmiyeti hakkı toxtaldı. Biz hayatımızda muşu sadakat, samimiyetini saklaş üçün ve zulümga hemkarlaşıp birge qarşı turuş üçün nayet muhim xatarlik bir kisel var. Eğer bu kisel bizde bulup qalsa, bizde sadakat mı tepilmaydı, samimilik mi tepilmaydı, zulümga hemkarlaşıp birge qarşı turuş mu tepilmaydı. U bozumu g'ayvatdan ibaret. Çünkü hayatımız qaraydigan bolsak, bizning nurg'un shaxsiy ziddiyatlarimizga, shaxsiy birisi-birimiz bilan bo'lgan adovatlarga asosiy sabab bo'lgan narsa nima desa, g'ayvat shikoyat. G'ayvat degan nima desa, olimlar shar'iy ma'nosi g'ayvatninki sen o'zingning qarindishini yaman ko'rdigan sifat bilan yo'q yerda sifatlash. Mayli u eg'izing orqali, gap orqali bo'lsin, yoki telefonda, Facebook'ga yozish orqali bo'lsin, yoki ishorat bilan bo'lsin. Yani qanday bo'lsa, bir musulmonning, yana bir musulmon yaman ko'rdigan mayli so'zi, mayli qiliqi, ma'lum sifatini bayon qilishning o'zi nima desa, shariatda g'ayvat degan mana shu. Peygamber aleyhisselam hadis-i şerifte sahabelerden soğan mel gıybeh gayvet diyen nimo deb sorgan vakitte sahabenin hemmisi edeplik boğaçqa Resulullah'ın hürmetleydiğen boğaçqa Allahu ve Resuluhu a'lem, Allah'ın Resulü bilidu, biz bunu bilmeymiz deb cevap vergen. Peygamber aleyhisselam bulağa zikruke ahake bima yekrah, bu gayvet diyen sen üzerinin qarindishini yaman ko'rdigan sifat bilan sifatlash. Üzerinin dostungni, ag'inangni, musulmon qarindishingni yaman ko'rdigan sifat bilan sifatlashning o'zi nima desa g'ayvat. Sahobalardan birisi qo'fat, ya Rasululloh, agar men degan shu sifat, shu kamchilik, shu ayb mening do'stimni bulab qolsa, shu ag'inamni bulab qolsa desa, Payg'ambar alayhissalom bunga javob berib, إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Eğer sen diyen gap şu qarindishingda bo'lib qolsa, yani şu kamchilik bo'lib qolsa, mana bu g'ayvat. Sen onun g'ayvatini qilgan bo'lasan. Sen onunda diyen gap, yani sen ayıplagan kamchilik qarindishingda bo'lmasa, sen onunga tuhmat qilgan bo'lasan deb bayon qilgan. Demak, bu g'ayvat deganning turlari nayetijiq. Ma'lum bir odamni ya igizgan, pakakan, ya chiroyi mandiqkan deyishning o'zimi g'ayvat. Bir musulmonni voy paloni fosiq yoki bunda gunohkor, adabsiz deyishning o'zimi g'ayvat. Lekin biz hozir hammamiz mushada o'ltiribmiz. Mush o'rinda biz balkim ma'lum qarindoshlarimiz Afrikada bir qism kishilarningki özünün düşmanlarını tutuvarsa, yani adamlarını tutuvarsa, onu öldürüp, kaçırıp, kavap kılıp, yeydiğanlık hakkıdaki kıssını uqbaqtık mı? Aşın uqanlı hazır kadar bah.
aşında bir kısım mahluklar var Afrika ormanlıklarda. Bular adetli özünün düşmanlarından biri adam tutuvarsa öldürüp yeydi dedi. Tavuk kılıp yeydi. Hatta muş vakalikni bayan kılıp yoki tasvirlab ishlangan kinolar var. Mesela kino oldu xalqning qilni ishirgan, Amerikalikning, Yevropalikning ishirgan kinolarda. Yoki parchalab yeydigan kinoni ko'rganlar bormi? Meningcha yo'q emas. Agar biz shuni tasavvur qilsak, hozir hammamizning oldida shira turibdi. Mush shiraga odamning pochiqi, qo'llari kavob qilib qo'yildi. Shuning bilan birga odamning besh qo'yildi. Mana ma go'sht, ma kavob mush odamning go'shi deyildi bu so'rinda. Agar ashundaq bir holatni ko'rsak, qanday hissiyatda bo'lamiz? Qanday xiyolda bo'lamiz? Tabiiy holda ajoyib seskinimiz. Ko'nglimiz elishidi, qusqimiz keladi. Shundan yo'qmi? Mana bu g'aybat. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda mushuni o'xshatgan. Nima degan? "Va la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innalloha tawwabur rahim." Birsi-birsining g'aybatini qilmanglar, yomon gapini qilmanglar. Sinning biringlar o'zining qarindishining go'shini o'lgandan keyin yeyishni yaxshi ko'ramdi. Yani xuddi mush ustalning ustiga kavob qilib bir odamning go'shi keltirilsa, qo'yilsa, shuni yeyishni yaxshi ko'ramdi. Yaxshi ko'ramdi, yo'qmi? Albatta yaxshi ko'rmaymiz-ku, yomon ko'ramiz. Fakarihtumu, sizlar uni yomon ko'rsizlar. Sizlar uni yomon ko'rsizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo agar shu g'aybat shikoyatni qilib qolgan bo'lsangiz, tavba qilinglar, tavbangizni qabul qiladi. Sizlarga rahim qiladi dedi. Lekin amaliyotda hayotimizni qaraydigan bo'lsak, nurg'un do'stqonlarda, nurg'un shira ustida mehmondochilik bo'lsin, har xil yig'ilishlar bo'lsin, bu g'aybat qilishning o'zi, boshqa bir qarshi tarafning gapini qilishning o'zi shu do'stqonda bo'lmasa bo'lmaydigan tatli bir yemaklikka aylanib qoldi. Nurg'un insonlarning hayoti, bu ayollarda bo'lsin, erlarda bo'lsin. Bulubmi ayollarda bekcik. Har qanday so'rin bo'ldi ekan, chuqur boshqa bir ayolningki, ya er bilan ayolning munosabati haqida gap qilishning o'zi bu so'rinda bo'lmasa, so'rindan kishilar toz lazzatlanmaydigan. Xo'shlik bilan so'rindan chiqolmaydigan shunday bir holat shakllanadi hayotimizda. Buningga alohida yuqorqi, yani odam go'sht keltirilsa qanday qilib, qanday hissiyatda bo'lib, shuni tasavvur qilaylik g'aybat qilgan vaqtda. Shuning uchun Allohdan qo'rqaylik. Bu yuqoridagi g'aybatning tunishtirilishi. Shariat, islom buni qanday qaraydi desa, bütün islom olimlari, hatto azg'un firqalardan tortib, hammasi bu g'aybatning harom ekanligiga ittifoq. Harom ish bu deganga ittifoq. Birinchi bunun dalili yuqoridagi oyat. "Va la yaqtab ba'dukum ba'da" degan. Ikkinchi, yana boshqa oyatlar bor, lekin vaqtni aytib Payg'ambar alayhissalomning hajjatul vida eng oxirgi qilgan hajda bütün musulmonlarga umumiy bir qonunni belgilab bergan. O'zaro munosabatlar bo'lsin yoki sirtdagi boshqalar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin. O'zaro munosabatni belgilagan qonunda Payg'ambar alayhissalom "Inna amwalakum va a'radakum inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Sizning o'zaro mollaringizni bo'lib olishinglar birsi-biringizning yoki qiningni tukishinglar yoki obro'yingni tukishinglarning o'zi harom deydi. Xuddi Haj kunisida, Arafat kunisi ulug' harom bo'lgandek, Makka harom bo'lgandek, osh kunlar harom deb atilgan haj oylari, mushuningdek harom deb Payg'ambar alayhissalom bu obro'yini to'xtashni mushu oxirdagi oyatda alohida belgiladi. Yana bir hadis Payg'ambar alayhissalom "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhas
يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم من asmanға elip çıkılgan küne deydi. Namaz farz kılıngan vakit asmanға elip çıkılgan var Resulullah. Asmanға elip çıkılgan küne bir kısım adamlarını gördüm. Ulanınki mistin tırnakları var deydi. Şunda uzun tırnakları var mistin. Bula bu tırnaklar arkalık özünün yüzlerini, meydinlerini tatılaydı deydi. Tatılap kan çıkırdı. Şunda azaplanıp atırdı yüzünün yüz aşında tatılap. Şuna olan ben Cibril aleyhisselam'a dedim, ya Cibril kim bula? Desem, Cibril aleyhisselam bula kişilerin güçünü higenler. Yani gayvet kıygallar. Adem'nin güçünü Adem himeydi o. Xitay'dan başka, Xitay'la adet çıkıp koğanı öyle mi? Adem digin olmağa çıka. Hele ki evlatlarının güçünü yediğin işler bağmışım da onunla belki az kısmını buluşu mümkün. Lekin dünyadaki sağlam insanlar adeti Adem güçünü himeydi o. Hayvan mı himeydi adeti birisi-birisinin güçünü? Demek bu kandık adamlar ise yüzünün insanların güçünü higeller ve kişilerin aburuyunu tökkeller diye. Ve bunun başka netçe hadisler var. Peygamber aleyhisselam demek netçe hadiste hatta Ayşe'nin Safiye'ni bir güne Safiye diyen muşunda pakatusu ya Resulallah diyen Ayşe'nin. Paka bir ayal onu uncilakıp gitme demek istedim demek istedi. Muşundak diyen vakitte Kulti kelimeten lemuzicet bima'il bahri lemezecethu. Şunda zor bir eğir gapni kıldınız ki eğer bu deniz suyuna arlaştırılsa bu gap deniz suyunu kaplap gitti dedi. Zorluğunun, eğirliğinin. Şunda Ayşe Hanımız ne? Bunun eğir gapni kılıp Resulullah tenkitligen yeri yok. Digen gibi nemiydi? Safiye paka bir hotun digen. Muş gap ki çoğu aşında ayıfligen. Şunun için biz bu gayvetinin İslam'daki ne kadar eğir cinayet ekenligini his kılışımız gerek. Lekin İslam Allah subhanahu ve ta'ala düşügen din oğaçka bu din Allah düşügen din oğaçka insanların hayatını duç keldiğin nurgun meseleler var. Zulüm buludu, nasihat buludu, ya petva soraş buludu. Şu an bir neçe urundu çoğu başkalarının yaman gipini kılışını durust deb belgilep bergen. Onun en birincisi yukarıda mı değildi? Zulüm kılıngan vakitte. İnsan yüzüge zulüm kıygan adamdan şikayet kılış hakkı var. Her kandak yada falanı bana zulüm kıldı deb şikayet kılış mana bu insanın hakkı, Müslümanın hakkı. Allah Kur'an-ı Kerim'de la yuhibbullahu cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim. Allah subhanahu ve ta'ala yaman sözünü kılışını kat'i yaxşı görmeydi. Yani yaman işini, yaman sözünü aşkarı kılışını yaxşı görmeydi. Lekin zulüm kılıngan adam özünün derdini tökse, şikayetini kıyısça bunu yaxşı gördü diyen. Şunu biz meyli özümüzün kırımdaşları zulüm kıygan bolsun, ya ki ayallah oturustik zulümler olsun, bunu çoğu diye şikayet kılış şeriatı duruz. İkincisi, hatalıkını yokutuş için, bir münkerini, hata işini tutsaş için, biz bu kuchimiz yetmey qolib qolsa, bu hatalıkını yokutuş için çoğu, başkalarına bu hatalıkını şikayet qilib, falon adam manda askilikni qildi. Bunu tutsaş gerek deb bir nechimiz hamkorlashib tutsak çoğu bo'ladi. Bunun yaman gapini qilganlik emas. Bunun dalili men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Yuqoridagi bu hadisni deyilib o'tdi. Tili bilan o'zgartirishning bir uslubi nima desa, kuchimiz yetmagan vaqtda boshqalardan yordam talab qilish. Üçüncüsü fatva so'ragan vaqtda olimning yana bir fatva so'radi. Falonman zulm qildi, kishi xotinini shikoyat qildi masalan, yoki ayol erdan shikoyat qildi, yoki o'zining do'stidan shikoyat qildi. Fatva so'ragan vaqtda zulm qilinganligini, ya'ni shikoyatini deysi bo'ladi. Ya'ni boshqalarning gapini cho'q qilsa bo'ladi. Dördüncüsü Müslümanların nasihat qilish. Yamanlıqdan Müslümanni qo'g'dash uchun boshqalarning yaman gapini qilsa bu chaqda bo'ladi. Masalan, bir adam bizdan maslahat so'radi. Falonning qizini bersam bo'ladimi dedi. Ya faloni bilan sherik tijorat qilsam bo'ladimi? Ya yenimni
pulvati amanet koysam bulandı deb sorsa, eğer biz karşı tarafını obdan bilsek, kızbas bulmaydigan adam bolsa, kızınızını basınız bulmaydı. Ticaret kılıp pulunu koyup bitirgan adam bolsa, pulunuzni koyup bitirip pulunu alanmaysiz, pul yürüp koysanız, deb bununla nasihat qilish maqsadida, nasihat qilish babidin şu, o adamın haqiqatini deysek bo'ladi. Bunun delili Fatıma bint Qays deb bir ayol Rasulullah'dan ikki adamning bu ayolni alay deganligi to'g'riliq maslahat so'ragan. Ikki adam meni alay dedi, qaysi teksam bular ya Rasulullah deb bunun birisi Muaviye, yana birisi Ebu Cehm degan bir sahabe. İkili sahabe. Lekin Peygamber Aleyhisselam şu, "Amma Muaviye fasa'luku la mala lah. Ve amma Ebu Cehm raculun la yada'ul asa min atiqih." Muaviye meri yok, kambag'al adam. Sizin joyida bakanmaydı. Xotinni ağam bilen çok bakanmaydı, aileyi yıkılanmaydı. Ebu Cehm degen çok her davam hassi geldiğinde digine xotinni urduğan adam o. Yani bu başka rivayette varrabul linnisa deb kelgan. Xotinni urduğan adam o. Onunla mı tegman deb ikili adam ne? Fankihi Usame ibn Zeyd. Usame ibn Zeyd degen sahabi çok tekkin de yol gösterken. Sahabe aşura. Lekin sahabe bolsun Peygamber Aleyhisselam'ın mesele sorulgan vakitte ma kızını beğensem bulamı diye vakitte ya ben teksem bulamı deb ayol mesele sorulgan vakitte Resulullah tosqan. Beşincisi bir adam fasıklık bilen tunuldu. Münafıklık bilen tunuldu. Yüzünün askerligi bilen tunuldu. Zalimge hizmet kılışı bilen tunuldu. Bunda tunulgan adamның çok yaman gibini qıysak buludu. Onu başkalarına tunutsak buludu. Çünkü o yüzü qoğdımıdı. Allah'ın korkumudu, Müslümanın hayatımıdı. Onda oğandan keyin çok eski deyiş lazım. Şu Peygamber Aleyhisselam bir hadiste kullu ummeti muafa illa'l mucahirin. Benim hemmi ümmetim buna Allah'ın razılığı erişido, salamet kalıdo, Allah'ın rahmeti erişido. Lekin yüzünün günahlarını aşkar kıyıqçılar. Allah'tan korkmay, Müslümanlardan haya qilmay, aşkar hargışıcıda mesela, aşkar buzuqçılıkını qılıcıda, qahna mallarını bulup aldı, koymuşçılık kıldı. Hemmeden bunu tunup gitti. Bunda tunup ketken adamның çok hürmeti yok. Demek, bununla kengaysakken nurgun meseleler çıkıdı. Muşunda 6 türlük meselede hususen alimler çok delil bilen başkalarının yaman gipini kıyısı buludu, şikayet kıyısı çok buludu deb belgilgan. Demek şeriat bizga qiyinchilik duch kelgan vaqtda hal qilish chorasini biz ko'rsatgan. Oldin bu g'ayvatninki sabablari nima? Buning sababi nima? İnsanlar nima uchun g'ayvat qiladi? Desa, eng birinchi sababi iymonning ojizligi. Yani qalbda iymon ojiz bo'lgandan keyin Allah'ın ayetleriga bo'lgan amal qilish ojiz bo'ladi. Bo'lmasa yuqoridagi oyatga amal qilish suratda oyatni tashlab qo'yishi, Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini tashlab qo'yishi şu iymonning ojizligining dalili. İkincisi boş vaqt baka qilish, yani o'zining boş vaqtini, baka vaqtini qildigan ish topolmay, shuning bilan musulmonning yomon gapini qilib g'ayvat bilan ko'ngil achish. Mana bu ikinci sebebi. Üçüncü yana bir sebebi kişilerge hüküm kılışta olsun, ya şahslarga hüküm kılışta ma'lum işlari olsun, bir gapni anlatılan bunun hakikatini tekşirip bakmay, derhal çok akkara, oy falan bundan deptimi, kıttımı, itiptimi depmem çok hüküm kılıp öteş, hata çıkırıp öteş, ya ki bozulğun çıkırıp öteş, şu gapni anlagan vakitte dikkat kılmaslık, bunu tekşirmeslik bunun hakikatini. Dördüncüsü bu g'ayvatning oqibatinin ne kadar yaman ekanligini o'ylamaslik. Bu men Allah'ın azabına elib bordi ekan, Allah'ın meni dovzaq sanishini elib bordi ekan deb oqibatini o'ylamay davrdigan gap. Shuning uchun bundan boshqa olimlar nurg'un sababni bayon qilgan, lekin bu ustozlar bergan vaqti bek az endi. Qilgan gap bekjib, bergan vaqt bek az. Sebep ziraplı yapırsak birinci gap çıkır yana. Lekin en muhimi imanның acizligi, boş vaqt, baka vaqtini o'tkazib o'tish, g'ayvat bilan har qanday gapga ishonish, quruq gaplarga
yana bir muhim sebep Allah'ın düşmanlarına hizmet kılış. Yani başka düşmanlarının maaşını elip, pulunu eliş arkalık Müslümanlığın işleri çoğu her kıl fitne ziddiyetini teriş maksadıyla Müslümanlığın yaman gibini kılış. Bu ahval bizning hayatımızda bulup bizdeki zulüm uçurganlarning hayatida nayt köp, nayt jiq. Şu biz Facebook'ta yazılgan aslisi yok, manbasi yok. Her xil bizni fitnege tashlaydigan gaplarni o'qisak, xabarlarni o'qisak darhol bir shakllanishimiz kerak. Balkim bu o'zining maqsadini ma'lum uslub bilan ifodalash mumkin. Kuyangan shaklda ifodalash mumkin. Lekin bizcho mushu bizning ishimizga ziddiyat kelishga sabab bo'lgan gap bo'lsa, nima maqsad qilgan odam, buning keyinda qanday kuch bordi deb buni o'ylashimiz kerak. Buni o'ylashimiz kerak, shakllanishimiz kerak. Har qanday odam nimani yozib qo'ysa, voy bunda yozibdi, falon undaq qilgan, ya tashkilotlar bundaq qildi, ya ahlilar bundaq qildi, ya bunda deb ishini muomala qilmasligimiz kerak. Buning keyinda balkim dushmanlar bo'lishi mumkin. Iqtisod orqali yoki tahdid orqali ishlatayotgan. Bu g'ayvatning sabablari ham. Bu g'ayvatningki jamiyatimizga bo'lgan, shaxsga bo'lgan ziyni nima, jamiyatga bo'lgan ziyni nima desa, birinchi bo'lib shaxsga bo'lgan ziyni bu g'ayvat qilishning o'zi insonning qalbini qardatib yutadi, ham qalbini qattiq qiladi. Yani Allohni tunimaydigan, mu'minlarga rahim qilish, zulm qarshi turish deydigan ruhlarni yo'qitib yutadi. Nima uchun? G'ayvat qilishning o'zi ko'p gap qilish qilib bordi. Jiq gap qilgan odamdan jiq sodir bo'ldi bu. Har qanday odam nimani anglasa, deyjuradigan odam g'ayvat qilib qoldi. Ko'p gap qilgandan keyin bundaq odam Allohning zikrida mashg'ul bo'lib qoldi. Ya'ni Allohni eslamaydi, Qur'oni Karimni o'qimaydi, musulmonlar bilan birga bo'lmaydi. Ashunda bo'lgandan keyin qalb qatidi. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Yana bir oyatda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohni eslab turish, Qur'oni Karimni o'qib turish, mana bu insonning qalbini yumishtirgan, insonga oxiratni eslattirgan narsa nima? Allohni zikr qilib turishning o'zi. Qanday odam jiq gap qilib g'ayvat qildi ekan, qalbi qatidi. Shaxsiy ziyni, ikkinchi ziyni bu g'ayvatxo'r odam Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga duch keladi. Allohning g'azabiga duch keladi. Nima uchun? G'ayvat qilgandan keyin parvosizlik bilan gap qiladi. Hadis Payg'ambar alayhissalom nima degan bizga? Desa, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi azza wa jalla la yulqi laha balan fayahwa biha fi nari jahannam. Bir odam parvo qilmay Allohning g'azabini keltiradigan bir gapni qiladi. G'ayvat Allohning g'azabini keltiradigan gapmi yo'qmi? Albatta Allohning g'azabini keltiradigan gap. Parvo qilmay Allohning g'azabini keltiradigan gapni qiladi. Lekin mush gapning o'zi bu odamning do'zax kirishiga sabab bo'ladi degan. Uchinchi, yana bir ziyni shaxsiy bir har birimizga shaxsiy uchinchi ziyon nima desa, uchinchi ziyon bu g'ayvatni qilaverishning o'zi bu insonni do'zax kirishga olib bordi. Nima uchun? Nima uchun do'zax kirishga olib bordi? Desa, hadisda biz ko'pinchimiz oldik. Manil muflis degan hadis bor. Ziyon tortgan odam kim o'da? Nayt jiq ibodatni qilgan, jiq namoz o'qigan, jiq Ramazon tutgan, jiq yaxshilikni qilgan. Lekin bu odamcho haqni tillagan, g'ayvatini qilgan, haqning malini hivagan, zulm qilgan. Oxirida qanday bo'ladi desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisning o'zida bu odamning umumiy yaxshiliklari qarshi tarafga etbiladi degan. Yani g'ayvat qiluvchining yaxshiliklari g'ayvat qilinuvchi uchun qiyomat kuni beriladi. Agar yaxshiligi tugab ketib qolsa, g'ayvat qilinuvchining gunohi elib odamning gadini uchun yuklandi oxirida faturiha finnar do'zax tashlandi degan. Parvosiz qarg'an bilan bu uchun oxirida do'zax kirishga sabab bo'ladi. Shu Hasan al-Basriyning bir qissasini bayon qildi olimlar. Hasan al-Basri har doim g'ayvatini qilgan odamga xoma vat deganda, xoma, so'g'atqa.
Şunun bilan şagirdlaridan o palani seni anda dedi manda dedi deb gap yo'tkab kelsa bir odam endi qancha xo'ma bo'lsan mana apirpirma deydi ekan. Şunun bilan hayron qilib nimada qilib sizlarni tillay yursa sizlar yomon gaplarni qilib yursa nima uchun buni xo'mavatila desa o odam o'zining yaxshiligini bizga aytibdi. Yana qiyomatdagi yaxshilik nima ekanda? Qiyomat kunidagi yaxshilikni bizga aytibdi. Yaxshilik ajoyib ehtiyojli kun-ku qiyomat kuni. Ma dunyoda qilgan yaxshiligini qiyomatga bizga qo'yibdi odam, shu chaqda berishga. Şunu biz ma yerimizde bargan nasının en yaxşısı xo'mi o'g'a chiqqan, şunu ma xo'mini avatdim deb bunda javob bergan. Shuning uchun biz ma'lum odam seni anda dedi, manda dedi deb gap yo'tkab kelsa, ya g'aybatimizni qirilganligini anglasak-ku, yaxshiligini bizga beribdi deb o'zimiz teng gunohkor bo'lib, voy ayda debdimi o'g'ri debchu aytlamay yaxshiligini avatibdi deb ayda tushunsak g'ayba gapni yo'tkab kelgan odamni xijil bo'lib qoladi. Shuning uchun bu g'aybatning shaxsiy bo'lgan ziyonlari. Ya'ni olimlar bir necha ziyonni zikr qilibdi, uni deb bo'lmayman hozir. Oldin jamiyatga bo'lgan ziyon nima? G'aybat qilishni. Musulmonlar jamiyatga bo'lgan ziyon nima desa, eng birinchi bo'lib g'aybat qilishning o'zi musulmonlar jamoatining bo'linishiga kelib bordi. Ziddiyatlashiga kelib bordi. Nima uchun desa g'aybat degan yolg'on so'zlash kelib bordi. Yolg'on so'zlash oxirisi nega kelib bordi? Bo'xton kelib bordi. Palonning qilmagan ishini sen qilding deyish kelib bordi. Ondan bu bo'xtonning o'zi ziddiyatlashishga urush kelib bordi. Urush kelib bordi. Shu payg'ambar alayhisalom la tadabaru va la tahasadu va la tabaghadu va kunu ibadallohi ikhwana deb vaqtda. Yani bu hadisning dalillerini bayon qilgan bo'lsak, yana vaqt tugab ketgan turdi, hozir vaqt tugab bo'ldi deb. Baga vaqt tugab bo'ldi. 5 minut vaqt vasmanda. Demak, birinchi ziyni chu musulmonning bo'linishini, ziddiyatning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi ziyni g'aybatninki o'zaro qilayotgan zulm qarshi turishdan iborat bu xizmatninki hatto to'xtashiga elib bordi. Ziddiyat bo'lgandan keyin hamkorlashish bo'lmaydi. Hamkorlashish bo'lmagandan keyin zolimga qarshi turganimiz bo'lmaydi. Uchinchi yana bir zina mush g'aybat ko'p targ'an har qanday jamiyat, xususan musulmonlar jamiyati bo'lsa, bundaq jamiyatga Allohning rahmatining tushishini to'sab qo'ydi. Allah'ın rahmeti bundaq cemiyetli kişilerge tushmaydi. Nima uchun desa, bular bir munkar ishni bilib turib to'smaganlik mas'uliyati va hammadanki. Hamma odam shu asla bu munkar bir xatolik bo'lgandan keyin ayda g'aybat bo'lgan so'rinda to'sash orqali yoki faqat to'sanmasa ya gapni olmasa shundaq so'rinni tashlab chiqib ketish orqali qarshi turish kerakda. Lekin bundaq qarshi turmay shu tatlı qirqi go'sht qo'shayotgan ekan kavobken bu deb yeb o'ltasi yo'q. Bu chaqda undan Alloh subhanahu va taoloning rahmati bundaq millatga bundaq xalqqa tushmaydi. Shuning uchun qarindoshlar biz hayotimizga alohida qarab chiqaylik. Alohida qarab chiqaylik. Bu yuqorida biz g'aybatning shariatdagi harom ekanligi to'g'riliq oyat hadislar o'tirib qo'yildi. Bunun shaxsiy ziyni, jamiyatga bo'lgan ziyni qisqacha o'tirib qo'yildi. Bu vaqtda Uyg'ur kitobim bor, mushuni hammamiz o'qiylik. G'aybat haqida Uyg'urcha qarindoshlar yozgan kitob bor. Mushuncha o'qib, o'zimizning so'rinini, hayotini bundan keyin Allohning rahmati tushirgan, ham hamkorligimiz qo'g'dildigan, hem birisi-birimizga bo'lgan muhabbatni izhor qila oladigan, ziddiyatdan, adovatdan, dushmanlikdan yiroq bo'lgan bir jamiyatni qurib chiqishga hammamiz tirishchilik qilishimiz kerak. Yolg'iz ahli ilmlar tirishchilik qilib bu g'albini qo'lga keltira olmaydi. Yoki jamiyat kishilar yolg'iz qo'lga keltira olmaydi. Hamma odam, mayli siyosatchilar, ahli ilmlar, xalq hammasi hamkorlashgan vaqtda
muşundaq salbiylikni yo'qotishda birlashgan vaqtda ondan dunyo va oxiratlik g'alaba qo'lga kiradi. Allah subhanahu wa ta'ala hammadan rozi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastaghfiruka va natubu ilayk.